60 ming so'm sizni hayotingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Endi siz Amerikaga ketish uchun green kartani firmalarda emas, uyingizda to'ldira olasiz. Amerika orzusi tuyulganlar uchun green card katta imkoniyatdir. Amerikada yurib shuni bildimki, ko'pchilik green kartani firmalarda o'ynashar ekan. Yutuq chiqqandan so'ng firmalar yutuq kodini berish uchun shu oiladan necha kishi bo'lsa, har biri uchun $3000 dan $5000 gacha pul talab qilar ekan. Shunaqa pullarga tushmasligingiz uchun biz sizga atigi $5 ga, ya'ni 60 ming so'mga green kartani o'zingiz o'ynashni o'rgatamiz. To'g'ri, YouTube'da videolar ko'p deyishingiz mumkin, lekin unda sizga qadamma-qadam xatolaringizgacha aytib turmaydi. Biz bilan bir marta o'rganib, bir oy davomida hamma qarindoshlaringizga ham o'ynab berishingiz mumkin. Shoshiling, green karta o'ynashga sanoqli kunlar qoldi. Bu videoni Amerikaga kelmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'nating. Ularga ham manfaatli bo'lsin.